auksiondan Palisade, Hyundai Palisade olganmiz 2025-yil. Xudo xolasa mana konteynerga yuklayamiz buni. O'zbekistonga jo'nab ketadi. Buni o'zimizga, ya'ni haydash uchun sotib olganmiz. Nima zapchast kerak bo'lsa, hamma zapchastlarini olib, mashinaning ichiga tiqdik va xudo xolasa mana konteynerga kirishdi, boshlayapti. Nasib bo'lsa, bir oylarda O'zbekistonga yetib borsa kerak. Bundan oldin ham sizlarga ko'rsatgan edik. Ya'ni auksiondan shunaqa urilgan mashinalar ham olib bera olamiz va ya'ni o'zimizga ham olyapmiz va boshqalarga ham olib berish imkoniyatiga egamiz deb video qo'ygan edim va mana bunisi 3-chi xudo xolasa mashinamiz bo'lyapti. Undan oldin ikkita Mercedes olib, u ikkita Mercedesni ham O'zbekistonga jo'natib yuborganmiz. Mana navbat xudo xolasa 2025-yil Palisade, Hyundai Palisade'ga keldi. Mana ichiga polni kerakli zapchaslarini o'zimiz olib, bu yoqdan tiqdik va xonada shu mashinaning ichida ketadi. Balonlarini esa mana almashtirdik o'zini baloni va bunga uni almashtirdik. Xudo xolasa chiroyli diskalada. Nasib orqada shu orqa eshigi ketgan. Unchalik ham jarohati yo'q, xudo xolasa. Borib buni bitta ustaga beramiz va tiklab plus maza qilib haydab yuriladi. Asosiy urilgan joyi mana ko'rib turganinglarda orqasi, ya'ni orqa kapot ponni ketgan, orqa kapot almashtiriladi. Shuning uchun biz mana ichida kapot bor, kapot oldik va ichiga tiqib yubordik. Xo'p, oynalar olindi, balonlarni aytdim almashtirildi, mana bunday qilib, baquvvat qilib troslarni ham bog'lanyapti, mana shu konteynerga. Qolgan taraflari xudo xolasa hammasi yaxshi.